Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımızı görüşünlerine kızgın karşılayalım. Ben Abdullah Yalqın. Hürmetli televizyon görüşler, aldı bilen biz diqtanağa bu hafta huzuruna sunmakçı olan haberlerimizin asasi mazmununu tunuşturmaz. Diqtanada Xitay askerleri Tacikistan'da mavzulu haberimiz oldu. Xitay bilen Tacikistan 10 mingdek asker qatnaştırıp Tacikistan'da keng ko'lamlik bir harbiy manevr elib berdi. Shundaqla Azerbayjonda Yusuf Xas Hajib haqida xalqarалық bir ilmiy leksiya yig'ini chaqirildi. Yig'inda Qutadug'u belikning hem bir siyasetname hem bir nasihatname ekanligi bu alam shumul asarning dunyo va oxiratlik baxt saodatni anlatadiganligi ta'kidlandi. Shundaqla Turkiya bosh ministri Binali Yildirim Xitoy muavin bosh ministri Wang Yang bilan ko'rishdi. Mavzuli xabarimiz bo'ldi. Ikkalan bugun atigan ko'rishgan bo'lib, ikki davlat o'rtasidagi muhim masalalar haqida suhbat o'tkazgan bo'ldi. Biz bu xabar shundaqla Xitoy askarlarining Tojikistonda elib borgan manevr haqida doktor Erkin Akram bilan maxsus suhbat elib boramiz. Xabarimizning ichida bu va bunun da başka haberlerimiz diqqatinglarda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Sharqi Turkistonda endi yozuvchilarni ishga solishga boshladi. Xitoy doiralari Sharqi Turkistonda atalmış ijtimoiy muqimlik va abadiy amillikni ishga oshirish uchun endi yozuvchi shoirlardan asar yozishni va yozgan asarlarda faqat Xitoy siyosatini asosiy mazmun qilishni talab qildi. Tangritog' to'rining 31 oktyabr bergan xabarda Sharqi Turkistondagi yozuvchi shoirlarning Xitoy tajovuzchilari tomonidan bosh nishon qilib tutilayotgan atalmış ijtimoiy muqimlik va abadiy amillik uchun asar yozishi ve yazgan eserlerde fakat şunu asasi mazmun qilishi talab qilindi. Xitoy tajovuzchilarining Sharqi Turkistondagi doiralar tomonidan elib berilayotgan 2016 yildagi 9 qurultiyi hozir elib berilayotgan bo'lib, buning mushu qurultay jarayonida tashabbus qilinganligi ma'lum bo'lmoqda. Shu munosabat bilan Xitoy tajovuzchilarining Aqsu viloyatidagi xodimlari 10 oyning 29 kuni Kalpin nahiyasida she'riyatni asosiy qatlamga yetkazish nomida Aqsudagi ko'zga ko'ringan yozuvchi shoirlarni yig'ib, qizil tashviqot faoliyati elib berishga o'rinlashtirgan. Hamda yozuvchi shoirlarni vatan mehri, inoqlik degandek temalarda she'r deklamasiya qilishga majburlagandan boshqa, ulardan bundan keyin Xitoy tajovuzchilari tomonidan xurofotlik deb qaraladigan diniy tuyg'ularni Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarning engidan bir butun yiroqlashtirishga munosabatlik asar yozishi talab qilingan. Sharqi Turkistondagi o'qituvchi, ishchi xizmatchi va shundaqla diniy sohadagi masjid imomlaridan tortib, har bir Sharqi Turkistonlikcha Xitoy tajovuzchilarining razil maqsadlarini ishga oshirish uchun qizil tashviqot faoliyatlariga majburlanayotganligi, siyosiy va ijtimoiy besimlar orqali Uyg'urlarni Xitoylar bilan tuqqan bo'lishga majburlab, Uyg'urlarni eng tez vaqtda bir butun millat sifatida yo'q qilishga urinayotganligidek amaliy xizmatlar tajovuzchilar tomonidan jiddiy ishlanayotgan bo'lib, amdilikda Uyg'ur yozuvchi shoirlarining Xitoy tajovuzchilarining bu xildagi assimilyatsiya siyosatlariga qisman emas, butunlay moslashib asar yozishga majburlanishi muhojiratdagi Uyg'urlarning diqqatini tortmoqda. Xitoy askarlari Tojikistonda. Tojikiston bilan Xitoy askarlari Tojikistonning sharqiy janubida keng ko'lamlik harbiy manevr elib bordi. Manevrga Tojikiston va Xitoy tarafdan 10 mingdek askar qatnashdi. BBC radiosunun bergen xabarda Tojikiston bilan Xitoy askarlari Tojikistonning sharqiy janubida keng ko'lamlik harbiy manevr elib borgan bo'lib, Afg'oniston bilan bevosita chegaralanadigan Badaxshan tog'liq rayonida elib berilgan bu zo'r ko'lamdagi harbiy manevrga Tojikiston va Xitoy tarafdan bo'lib 10 mingdak askar, ko'p sonda bronevik, top zambarak va qirg'uvchi aeroplan qatorliqlar qatnashtirilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu manevr Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmonovning planlashi va talab qilishi bilan o'rinlashtirilgan ekan. Bu manevrni elib berishdagi maqsad bo'lsa, Tojikistonning Afg'onistonning Badaxshan o'lkasi bilan bo'lgan chegarasidan xotirjam bo'lolmaganligi. O'tgan 2 yil ichida Afg'onistonning sharqiy shimolidagi Tojikiston bilan bevosita chegaralanadigan Badaxshan va Qunduz viloyatlaridagi vaziyatning jiddiychiligi va qalaymaqonchiligi sababidan ekanligi bildirilmoqda. O'zlarining ko'p sondagi askarlarining O'rta Osiyolik ekanligini aytgan Talibanlar yerlik doiralar tomonidan Islom davlati a'zolari deb qaralgan chet ellik ittifoqdoshlari bilan birlikda bu ikki viloyatning shahar bozorlarini egallab olgan edi. 16 kundan 21 kunigacha Turkmanistonga bevosita chegaralanadigan Shimoliy Faryab viloyatida yangi harbiy harakatlarga tayyorlik qilayotgan Afg'onistonning muavin prezidenti
general Abdurashid Do'stum bo'lsa, Tojikistonga qo'shni bo'lgan Qunduz viloyatini Talibanlardan tozalaydiganligini bildirgan bo'lib, bu harakat Xitoyning qo'llashi ostida elib berildiganligi ma'lum bo'lmoqda. Afg'onistondagi qurolli kuchlarning yaqindan beri qaytadan jonlanib bosh ko'tarishi bu rayonga chegara bo'lgan Xitoyga og'ir xavf-sirash elib kelgan bo'lib, shu munosabat bilan Afg'oniston masalasiga bevosita qo'l tiqishga urinib kelmoqda. Xitoy tarafdan insonparvarlik nomi ostida Tojikistonga berilayotgan harbiy yordamlar kun sayin ko'payayotgan bo'lib, o'tgan oy Xitoyning qo'l tiqishi natijasida Afg'oniston bilan Tojikiston o'zaro chegarani mustahkamlash to'g'risida kelishim imzolagan. Bu kelishimda Xitoy taraf ikki chegirdosh davlatlarga harbiy yordam, chegara qorovullari va shuningga munosabatlik chegara qurilishlarini elib berish qatorliq ishlarni bevosita qilib beradiganligi tilga olingan. Xitoy o'zining zimini ekanligini da'vo qilayotgan Sharqi Turkistonda kuchayib ketayotgan har xil tahdidlarning oldini olish uchun bu yil 8-oyda Tojikiston, Pokiston va Afg'oniston bilan yangidan terrorlikqa qarshi turish nomi ostida hamkorlik kelishimi tuzgan. Shundaqla yana Xitoy mudofaa ministri yaqinda Sharqi Turkiston islomiy harakatiga qarshi kurashda Afg'oniston doiralarining katta xizmat ko'rsatganligiga rahmat aytadiganligini bildirgan. Chunki Beijing doiralari Sharqi Turkiston islom harakatini Sharqi Turkiston mustaqilligi uchun Xitoyga qarshi kuch deb tanıydi. Xitoy uzun yillardan beri Afg'onistondagi qurolli guruhlarning o'z chegarasi tarafga yaqinlab kelishidan xavfsirab kelmoqda. Xitoy qadimdan Uyg'ur musulmonlari yashab kelgan Sharqi Turkistonda elib berayotgan zulm va besimlar orqali nurg'unlagan jonlarni nahaq qirg'in qilmoqda. Yana kelib Xitoy doiralari yuz bergan butun voqealarda o'zlarini ziyonkashlikka uchragan qilib ko'rsatib, Uyg'urlarni terrorlik bilan ayblamoqda va Sharqi Turkistondagi tengsizlik va nohaqchiliklarni rad qilib kelmoqda. Biz bu haqda yana Xitoyningki Tojikistonda elib olgan birlashim bu harbiy manevr shundaqla Xitoy muavin bosh ministri Wang Yang'ningki Turkiyaga elib olgan ziyorati haqida Ankara Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakültesi o'qituvchisi shundaqla strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat elib boramiz. O'zi hozir Ankarada telefonimizda. Assalomu alaykum. Aleyküm ve selam. Doktor oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men ko'p rahmat aytaman. Doktor, suhbatimizni birinchi shu Xitoyningki Tojikistonda elib olgan bu birlashma manevridan boshlasak, 10 mingdan ko'proq jami askar 10 mingdek askar qo'shilib keng ko'lamli bir manevr elib olgan bo'ldi. Buning kimdi elib berishki maqsadninki axborotlarda Tojikistonningki Afg'onistonning sharq shimolidagi Tojikiston bilan bevosita chegaralangan Badaxshan, Qunduz viloyatlaridagi vaziyatning jiddiychiligi sababli elib borganligi bildirilmoqda hamda. Shundaqla Xitoyning buningda oldi bilan Tojikistonning qanday manfaat va Xitoyning qanday manfaat va mushadan boshlab kirgan bo'lsak. Ortak menfaat şu Afganistan'dan kilidgan xavfsizlik ahvali. Bu yakınki bir mesele emas. Kinki şu 2 yıldan beri Xitoy şu rayondaki misal Pakistan, Afganistan, Tojikiston bilan terror bilan kurash qilish uchun shundaq mutafiya chetda hamkorlik qilishni ta'kidlayotdi. Mush yilninki 1-oyda bu chetdan bularninki arasında bir kelishimga imzo qilingan. O kelishimninki sebebinden hazır Xitoy ve Tojikiston arasında bundaq bir askeri manevra yani ermiyecetdeki hemkarlıkını elip bir vardı. Hoş. Xitoy Tojikiston bilan birinchi qitim emas. Bu 2006'da Tojikiston bilan bundaq bir askeri manevra elip bağlandı. Hoş. Xitoy bo'lsa misalga birinchi qitim chetda bir devlet bilan askeri manevra elip bağını bu 2002'de Kırgızistan bilan. Hoş. Yani bunda da kelgan chaqda Xitoy şu O'rta Osiyodagi nurg'un devletlar bilan necha qitim bundaq askeri manevra elip kelyapti. Ama bu yakınki şu 1-2 yıldan beri Afganistan'dan keldigan bir xatarlikning oldini olish uchun hem Rusya hem de Xitoy bu Tojikiston bilan şu terörge karşı hamkorliklarni ve müştak askeri manevralarını ilk müştak manevralarını kılıbatıdı. Hoş. Uyg'urlarning iqtisodiy asosi yo'q qilinmoqda.
Xitoy ishg'oli ostida turayotgan Sharqi Turkiston tuprog'idagi Uyg'urlarning iqtisodiy asosi Xitoyning qattiq besimlari natijasida yo'q qilinmoqda. Xitoy ishg'oli ostida turayotgan Sharqi Turkiston tuprog'idagi Uyg'urlarning iqtisodiy asosi Xitoy tajovuzchilari tomonidan qattiq zarbalar natijasida yo'q qilinmoqda. 1 noyabr Turkiyada chiqadigan nüfuzli gazetlardan biri Yangi Akit gazeti bu haqda tafsiliy xabar berdi. 2012 yildan beri Xitoy Kommunist partiyasining davlat raislik va sekretarlik vazifasida bo'lib kelayotgan rahbari Shi Jinping huquqni qo'lga olgandan keyin butun dunyoga xo'ja bo'lishdan iborat maqsadlarni o'ttirg'a chiqargan bo'lib, bu maqsadlarni amalga oshirish uchun Xitoy tushi yangi Ipak yo'li plani va bir yo'l bir liniya degandek atalmish iqtisodiy planlarni o'ttirg'a qo'ygan bo'lib, bu orqali Sharq Turkistonda azaliy tarixdan beri mustaqil holatda yashab kelgan Uyg'urlarning iqtisodiy asosiy manbasiga ig'ir yo'qotish elib kelayotganligi o'ttirg'a chiqmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning bir yo'l bir liniya plani Xitoy ishg'oli ostida turayotgan Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni tubdan yo'q qilish uchun elib berayotgan iqtisodiy qamollari eng qattiq ravishda davomlashmoqda. Asli maqsadlarining tarixiy Ipak yo'lining markaziy nuqtalariga joylashgan davlat va xalqlar orasidagi iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish ekanligini da'vo qilib kelayotgan Xitoy, buningga munosabatlik rayonlardagi barliq iqtisodiy manbalarni o'z qo'liga elib, iqtisodiy jihatdan o'ziga tayanishga majbur bo'lgan boshqa millatlarni iqtisodiy manbalardan siqib chiqarish badaliga dunyoga xo'ja bo'lishdan iborat muddaosini o'zining har bir so'z harakatlarida oshkor qilmoqda. Yangi Ipak yo'li planining dastlabki bosqichida o'rin tutgan Sharqi Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining elib berayotgan tekshirish va irqiy ayrimchilik sababi bilan yangi iqtisodiy va taraqqiyot planining hammasi Xitoyning ichki o'lkalaridan kelgan oqqon Xitoylarga va ularning shirkatlariga tutqizilib, Sharqi Turkistonning asli yerlik egalari bo'lgan Uyg'urlar bu iqtisodiy taraqqiyot planining sirtida qoldirilishi bilan birga ularning iqtisodiy asoslari vayron qilinayotganligi bildirilmoqda. Ko'chman Xitoylarning Sharqi Turkistondagi o'ltiraq uy va alohida ta'minotlari eng yuqori darajada kapolatga ega ekanligi to'g'risidagi tashviqotlar ularning bu rayonlarga ko'plab ko'chishiga sabab bo'lmoqda. Analizchilar Xitoy doiralarining bu va buningga o'xshash irqiy ayrimchilik qilmishlari Uyg'urlarning milliy g'ururini oyoq osti qilishlari, ikki millat orasida yurgizayotgan farqli siyosatlari qatorliqlarning ochiq bir shaklda elib berilayotganligini bildirishmoqda. Xitoy yangi uqtirish chiqardi. Xitoy Sharqi Turkistonda boshqarishni kuchaytirish to'g'risida yangi uqtirish chiqardi. 1 noyabr kuni Xitoy doiralarining Sharqi Turkistondagi zuvoni bo'lgan Xinjiang gazetida Xitoy doiralarining Sharqi Turkistondagi Kommunist partiykom ishxonasining bir uqtirish tarqatilgan bo'lib, bu uqtirishda yaqinda Xitoy tajovuzchilarining rahbari Shi Jinping boshchiligida ochilgan 18-navbatlik 6-yig'inining ruhini o'rganish va izchillashtirish bilan birga buni Sharqi Turkistonda buningdan keyin elib beriladigan boshqarish xizmatlar ichidagi eng muhim siyosiy vazifa qilib belgilash talab qilingan. Bu uqtirish tuvandagidek mundaq bir necha mazmunni o'z ichiga olgan. Birinchi, Sharqi Turkistondagi Kommunist partiyasi ichida qattiq boshqarish tadbirini yo'l qo'yish orqali nazoratchilikni yanada kuchaytirib, Xitoy Kommunist partiyasining Sharqi Turkistonda hokimiyat yurgizish asosini puxtalash va hokimiyat yurgizish o'rnini mustahkamlash. Ikkinchi, Xitoy Kommunist partiyasi markaziy komitetining yadrosi Shi Jinping ekanligi, butun partiyaning yadrosi bo'lsa markaziy komitet ekanligi. Uchinchi, marksizmlik partiya qurilishi va otizmni harakat programmasi va qiblanomasi qilish. 4-yig'in ruhini o'rganishda Sharqi Turkistondagi Xitoy tajovuzchilarining barliq xodimlari zanjirsimon o'rganish planini tuzib, qat'iylik bilan o'rganish, o'zligidan o'rganish, kollektiv holatda o'rganish, maxsus temada o'rganish elib berishdan boshqa Sharqi Turkistonning har qaysi shahar, yezi, bozorlaridagi xalqga yig'in ruhini qatlam yetkazish bilan birga kanitma-kanit o'yma-o'y berib to'plam yoki shaxs holatda 100 turani tashviq qilib yetkazish. Undan boshqa barliq xalqni yig'in ruhini o'rganishga tashkillab, ularni yig'in ruhi bo'yicha sistemani tarbiyalash. 5. Barliq tashviqot o'rinlari va apparatlarining butun diqqatini yig'in ruhiga qaratib, bu yig'in ruhini Xitoycha, Uyg'urcha, Qozoqcha, Qirg'izcha, Mo'ng'ulcha va Shibacha besib chiqarib, Sharqi Turkistonda yuqoridan to'vangacha hamma sohada o'xshash bir xil kayfiyatda jamoat fikri hosil qilish. 6. Ko'zi ko'ringan kishilardan tashviqot o'maki tashkillab, yig'in ruhini o'yma-o'y kirib yetkazish. 7. Sharqi Turkistondagi Xitoy Kommunist partiyasining har darajalik sekretarlarining birinchi javobgarlik mas'uliyatini kuchaytirib, har qanday ishda atalmish ijtimoiy muqimlik va abadiy amallik bosh nishonini ko'rdab, xizmat va ish faoliyat elib berish. Bu uqtirishda yuqoridagi mazmunlar tilga ilingan bo'lib, tahlilchilar buning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga texmo ig'ir siyosiy besim
va siyosiy krizislarni elib keldiganligini bildirishmoqda. Azerbayjonda Yusufxas Hojib haqida xalqaro ilmiy leksiya yig'ini chaqirildi. Yig'inda Qutad G'ubilikning ham bir siyosatnoma, ham bir nasihatnoma ekanligi, Yusufxas Hojibning bu olam shumul asrida yolg'iz dunyoning saodatli emas, balki islom aqidasi bo'yicha oxirat saodatining atrofliq anglatilganligi ta'kidlandi. Türkiye Ovozi Radiosu'nun xabarida bildirilishicha, Azerbayjonning Saki shahrida xalqaro Yusufxas Hojibni xotirlash ilmiy leksiya yig'ini o'tkazildi. Azerbayjon Madaniyat va sayohat ishlari ministrligi, Turk dunyosi madaniyat tashkiloti, Ahmad Yasaviy universiteti, Saki vali mahkamasi va Azerbayjon milliy kutubxonasining hamkorligida chaqirilgan xalqaro ilmiy leksiya yig'iniga davlat arboblaridan boshqa yana nurg'un sonda akademiklar qatnashdi. Ahmad Yasaviy universiteti mutavalli hay'ati boshlig'i professor doktor Musa Yildiz ichilish nutqida Yusufxas Hojibning Turk dunyosida Türk yuksak aqlining shakllanishida tarixga o'chmas iz qoldirgan ulug' zot ekanligini aytdi. Qutad G'ubilikning ham bir siyosatnoma, ham bir nasihatnoma ekanligini, Yusufxas Hojib qoldirgan bu olam shumul shoh asarda yolg'iz dunyoning saodatli emas, balki islom aqidasi bo'yicha oxirat saodatining atrofliq anglatilganligi ta'kidlandi. Qutad G'ubilikning yana ilm fanga ahamiyat berishni ta'kidlashdek muhim alohidalikka ega ekanligi ustida to'xtalib, ulug' dinimiz islomning tunji yo'l yo'riqi o'quv deyish bilan boshlangan. Payg'ambar alayhissalom barliq so'zlarida insonlarni ilmga rag'batlantirgan. Yusufxas Hojib o'z asrida bilimni ta'kidlaydi. Uning qarashicha bilim bir mash'al edi dedi. Professor doktor Musa Yildiz Türk dunyosi yuz berayotgan ichinishli ishlar Türk dunyosining milliy kulturini asos qilgan holda bir-biriga texmabak bog'lanishi lozimligini ko'rsatib bermoqda. Shunga avlodlarimizga buningga o'xshash asarlarni texmi yaxshi o'rgatishimiz va tonitishimiz lozim deganlarni so'zlarga ilova qildi. Türk dunyosi madaniyat tashkiloti muavin bosh kotibi professor doktor Fırat Purtasmo so'zida Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekistonning mustaqilligini tabriklaydiganligini, Türk dunyosi madaniyat tashkiloti bo'lish sifati bilan Türk dunyosidagi barliq davlatlarni tonitish uchun har xil faoliyatlarni uyushtirayotganligini aytdi. Dunyoning hamma yeridagidek iqtisodiy va ijtimoiy masalalarning yuz berayotganligini ta'kidlab, shuni xo'shallik bilan ayta olamizki, Turkiy xalqlarning qalb birligi va kultur o'rtoqligi uchun intayin go'zal faoliyatlarni uyushtiryapmiz. Kultur jihatdagi hamkorligimiz muqim holda davomlashmoqda. Buning boshqa sohalarda ham taraqqiy qilgan holda davomlashadiganligiga ishonamiz dedi. Xalqaro Yusufxas Hojibni xotirlash ilmiy leksiya yig'inida yana Ozarbayjonlik mashhur yozuvchi Ramiz Askarning Qutad G'ubilikning bibliografiyasi nomli kitobi tanishtirildi va nurg'un sonda atoqli akademiklar Qutad G'ubilik haqida tayyorlab kelgan leksiyalarni so'zildi. İlham To'xtining haq huquq ko'rishi TRT Ovoz kanalida tanishtirildi. Muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinib, Xitoy turmasida nohaq yetayotgan Uyg'ur ziyolisi doktor İlham To'xti va uning Uyg'urlarning qonuniy haq huquqi uchun elib borgan haqqoniy kurashlari to'g'risida Turkiyaning Turk dunyosiga tarqatish beradigan TRT Ovoz televiziya kanalida maxsus programma elib berildi. Muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinib, Xitoy turmasida nohaq yetayotgan Uyg'ur ziyolisi doktor İlham To'xti to'g'risida Türkiye'nin Türk dünyasıga tarqatish beradigan TRT Ovoz televiziya kanalida İlham To'xtining Uyg'urlarning qonuniy haq huquqi uchun elib borgan haqqoniy kurashlari atrofliq anglatildi. Professor doktor Faxriy Solak apandining riyosatchiligida sunilgan Turkiston gündemi, ya'ni Turkistonning kun tartibi nomli programmada İlham To'xtining ish izlari, turmaga qamalish sabablari, oilasining hozirgi ahvoli, Uyg'urlarning İlham To'xtiga bo'lgan ko'z qarashi, u erishgan mukofotlar va Uyg'urlarning hozirgi vaziyati shundaqla Turkiya-Xitoy munosabatida Sharq Turkiston masalasi qatorliq temalar muhokama qilindi. Programmaga Uyg'ur xabar va tadqiqot markazi mudiri Hamid Ko'kturk apandi alohida taklif bilan qatnashdi. 29 oktyabr kuni tushdan keyin naq maydondan tarqatilgan programmada yana Hamid Ko'kturk apandi İlham To'xtining maqola va bayonotlarini turk tiliga tarjima qilib e'lon qilgan Yo'lim va G'oyam nomli kitob to'g'risida ma'lumot berdi. Hukuk yönünde yönelmesi de bu tarihten sonra başlıyor. Çin Anayasası'nı inceliyor ve 1 Ekim 1955 yılında Doğu Türkistan halkının oyu alınmadan, onların tasvibi alınmadan ilan edilen bir özellik ve Doğu Türkistan'ın resmi adı Uygur
özel bölgesidir. Yani orada sözde özel bir hükümet var. Uygurlardan olur genellikle. Bir Uygurlardan müteşekkil bir hükümet var orada. Orasının ismi de Uygur Özel Bölgesi. İslam Hamkorlik Teşkilatı ciddi yığın çağırmakçı. İslam Hamkorlik Teşkilatı'na a'zo devletlerinin Tashqi ishlar ministrlari 5 noyabr kuni Husi Shialarining Yamandan Makka tarafga qaratib atgan boshqarilgan bomba hujumi to'g'risida Saudiya Arabistonining Jiddi shahrida jiddiy yig'in chaqirganligi bildirildi. Xalqaro Islom Hamkorlik Tashkilotiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari 5 noyabr kuni Husi Shialarining Yamandan Makka tarafga qaratib atgan boshqarilgan bomba hujumi to'g'risida Saudiya Arabistonining Jiddi shahrida jiddiy favqulodda yig'in chaqirganligini bildirdi. Xalqaro Islom Hamkorlik Tashkiloti bosh raisi Iyod Amin Madani bu to'g'risida qilgan yozma bayonotida Husilar bilan burunqi rahbari Ali Abdullah Salihning qo'llovchilari tomonidan Makka atrofiga boshqarilgan bomba orqali qilingan hujum tahdidi sababi bilan alohida yig'in chaqirishni qaror qilib, bu tashkilotga a'zo davlatlarning rahbarlari va a'zolariga taklif sunganligini bildirgan. Saudiya Arabiston boshchiligidagi bu birlashma ittifoqining rahbarlik qatlami o'tgan payshanba kuni Husilarning Yamanning Sada viloyatidan Makka tarafga atgan boshqarilgan bomba hujumini tilga elib, bu bombaning nishonga 65 kilometr qolganda muvaffaqiyatli etib tushirilganligini bildirgandan keyin Husilar buning yolg'on ekanligini aytgan. Türkiye Baş Ministeri Yildirim Xitoy muavin baş ministeri bilan uchrashdi. Türkiye Baş Ministeri Binali Yildirim Xitoyning muavin baş ministeri Wang Yangni Anqaradagi ishxonasida qabul qildi. Türkiye gezitining xabarida bildirishicha 4 noyabr juma kuni atiganda elib berilgan uchrashuvda ikki taraf iqtisodiy hamkorlik, strategik munosabatlardan boshqa yana Xitoydagi Fathullah Gülen kuchlariga qarshi turish to'g'risida suhbat elib borgan. Bosh minister Yildirim ikki taraf yana tarixiy Ipak yo'lini jonlantirishning ikki davlatning manfaatiga uyg'un ekanligini, Xitoyning bir balvoq bir yo'l ish planini Turkiyaning qo'llaganligini bildirdi va Osiyodan Yevropaga eng oz chiqim bilan eng bexatar va eng qisqa yo'l bo'lgan Ipak yo'li iqtisodiy balvog'i ish planining biri ekanligini bildirdi. Binali Yildirim so'zida yana bir-birini to'liqlagan har ikki ish plandan sirt yana bu ish planining asosini tashkil qiladigan Edirne Qaris Temir yo'li ish planidimi Xitoy bilan birlikda ishlashni xohlaydiganligini tilga olgan. Bosh minister Yildirim so'zida yana 15 iyul harbiy isyondan keyin Xitoyning ko'rsatgan qo'llash va hamkorlik uchun tashakkur aytadiganligini bildirgan va Xitoyning Fathullahchi terrorlik tashkilotiga munosabatli kishi va jamiyatlarga qarshi bosgan qadamlaridan mamnun bo'lganligini bildirgan. Xitoy muavin bosh ministeri Wang Yang bo'lsa, ikki davlat o'rtasida hamkorlikning texmo taraqqiy qilishi jihatda ko'z qarashlarining o'xshash ekanligini, kelishim bo'yicha ikki davlat bosh ministerlar yordamchilari saviyasida elib berilgan maslahat kengash yig'inini asos qilgan holda bosh minister yordamchisi Mahmad Shimshak bilan elib boradigan yig'inning foydali va unumli bo'lganligiga ishonganligini bildirgan. Xitoy muavin bosh ministeri Wang yana Turkiyada yuz bergan 15 iyul harbiy isyondan keyin Turkiya hukumatini qo'llaganligini, Xitoy tashqi ishlar muavin ministerining eng oxirgi Turkiya ziyoratida Xitoy davlatining qo'llaganlik xatini Turkiyaga sunganligini, Fathulahchi terrorlik tashkilotining Xitoyda Turkiyaga qarshi hech qanday bir faoliyat qilishiga ruxsat qilmaydiganligini va Xitoyda turayotgan Fathullah Gülen a'zolariga qarshi kerakli mudohala qiladiganligini bildirgan. Egallanishicha Xitoyning Shanxay, Guangzhou qatorliq o'xshamagan shaharlarda 70 dan ortiq Fathullah Gülen tashkilotining a'zolari va savdo tijorat shirkatlari mavjud bo'lib, Turkiya hukumati Xitoydan bularni tutib qaytarib berishini talab qildi ekan. Xitoy Turkiyadan buning badliga nima talab qiladi? Bu haqda Turkiya axborotlarida hech qanday fikr berilmagan bo'lsa-mu, Uyg'ur jamoat arbobi Abduqodir Yapjanning Turkiyada tutqun qilinishi mushu masalaga munosabatli ekanligi taxmin qilinmoqda. Uyg'urlarning jamoat arbobi Abduqodir Yapjan 2 oydan buyon Turkiyaning turmusida nohaq tutib turilmoqda. Biz bu haqda doktor Erkin Akram bilan suhbat elib bordik. Xo'sh, endi mushu Turkiyaning bu Turkiyaga ziyoratga kelgan Xitoy muavin bosh ministeri Wang Yang'ning Türkiye ziyareti başta bugün atiganda ko'rishgan bo'ldi Binali Yildirim bilan. Ko'rishganda Wang Yang Xitoyning ichida Turkiyaga qarshi har qanday harakatga yo'l qo'ymaydiganligi haqida so'zlab, bosh ministr 15 iyul bu harbiy isyonda Turkiyani qo'llaganligini Xitoyninki buni rahmat etib degandek nimalar qilindi. Mushu Binali Yildirim bilan ko'rishni ayrim to'xtatsak, uning keyin Mahmad Shimshak bilan tushdan keyin ko'rishib, atiganda Binali Yildirim bilan
Xitoyning ichida Turkiyaga qarshi hech qanday nimaga yo'l qo'ymaymiz degan bo'lsa, Mehmet Şimşek bilan ko'rishgan vaqtida Turkiyaning ichida Xitoyga qarshi har qanday faoliyatga va'da yo'l qo'ymaydiganligini alayda ta'kidlab axborot e'lon qilishig'ida Mehmet Şimşek buni debdi. Bu ikkisini ayirmayram to'xtalsak oldi bilan Binali Yildirim bilan ko'rishishni. Aslında bu Türkiye'de Xitoyga karşı ya da Xitoyni bölüş için ilip bağlan her qanday faoliyatlarni ma'ni qilamiz deb Türkiye'ninki bir siyoseti bu. Ananesi yani. Kinki 20 yıldan beri devatkan bir siyaset hamdi. Xo'sh. Şununla Xitoy taraf bo'lsa her daim muşni Türkiye'ga tekrar ta'kidlashtirish uchun tirishayotdi. Türkiye taraftaki mayli kim bile körəşkən bo'lsin, bular hammasi mushu ifadəni işiltidi hamdi. Bu o'xshashlar hamda xalqaro munosabatlarninki bir prinsip hamdi. Chunki bir davlatninki ichki ishlariga aralashqilib bo'lmaydi deydi. Qanday vaqtida aralashqilib bo'ladi deganda, shu davlatning ichida bir qaylamqanchilik chiqsa ve bu qaylamqanchilikda o devletning xalqininki turmushini normal halini qo'g'diyamasa boshqa davlat uningdiki aralasha oladi. Shuningga Turkiya shu prinsipdan tupayli Xitoyga qarshi ilib borgan faoliyatlarga ruxsat bermaymiz deydi. Endi bu siyosetni misolga Türkiye'de icra kılış pek o'ng'ay emas. Çünkü bazı teşkilatlar, meyli vakıf olsun, meyli teşkilatlar, dernekler olsun, bular Türkiye'ninki kanunlarına karab kurulgan teşkilat bo'lg'achqa ve bu kanunda bularga bergen ruhsat bilan veya asas kanununki bergen ruhsat bilan faoliyatni ilib borgan taqdirda bununla hem de Türkiye hükümeti bununla müdahale kılamaydı yani aralışamaydı. Xitoy boylari boshqa davlatlarga qochmoqda. Xitoydagi boylarning 60%dan ko'progining chet ellardagi ko'chmas mulklarga mablag' selayotganligi hamda yaqinqi 3 yil ichida Xitoydan ayrilib shu davlatlarga qochishni maqsad qilayotganligi oshkorlandi. Janubiy Sahar gazetining 27 oktyabr bergan xabarda Xitoydagi boylarning 60%dan ko'progining chet ellardagi ko'chmas mulklarga mablag' selayotganligi hamda yaqinqi 3 yil ichida Xitoydan ayrilib shu davlatlarga qochishni maqsad qilayotganligi oshkorlandi. Xorun axborot yo'rini va Amerikaning Vizidan maslahat berish guruhidan egallangan ma'lumotlarga qaraganda, Xitoydagi boylar Rossiyadagi eng mashhur shaharlar, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Los Angeles, San Fransisko qatorliq shaharlarga to'plashmoqda ekan. Buningga sabab bo'layotgan omillarning Xitoy pulining kursining tushishi va Xitoydagi ichki bozorning vayron bo'lishiga qarab mengishi ekanligi aytilgan. Xitoydagi va Xitoydan boshqa davlatlarga chiqib ketgan boylar va shundaqla ko'p qism Xitoy fuqarolari farzandlarini Amerikacha ta'lim-tarbiya bilan yetildirayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoy boylari birdak Amerikadagi yashash sharoitining yaxshiligiga havas qilgan bo'lib, shaxsiy iqtisodlarining har qachon Xitoy doiralari tarafidan bexatarlik kafolatiga ega emasligidan ansirash ichida yashaydi ekan. Berilgan ma'lumotda taxminan o'rtacha iqtisodiy ahvoli 27 million Xitoy puliga ega bo'lgan 240 nafar Xitoy va 10 milliondan ortiq Xitoy puliga ega bo'lgan taxminan 130 mingdan ortiq bo'lgan Xitoyning bir qismining chet elga qochish ehtimolligi taxmin qilinmoqda. Ningxia Islom dini institutining boshlig'i qo'lga olindi. Xitoy xabarlarida Ningxia Islom dini institutining boshlig'i Wang Mingliangning xiyonatchilik bilan ayblanib qo'lga olinganligi to'g'risida xabar berilgan bo'lsa-mu, tafsiloti axborotdan yoshirin tutilmoqda. Xitoy xalq to'ri Uyg'urcha kanalining 28 oktyabr bergan xabarda bir necha kun ilgari Ningxia Islom dini institutining boshlig'i Nazir darajalik Wang Mingliangning qo'lga olinganligi to'g'risidagi xabar berilgan bo'lib, xabarda Wang Mingliangning Xitoyning Ningxiadagi taftish mahkamasi tomonidan xiyonatchilik bilan ayblanib qo'lga olish qaror qilinganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, delo yanama ishkillab tekshirilmoqda ekan. Xitoy raisi Kuomintang raisi bilan ko'rishdi. 1-sentabr Tayvandagi Xitoy Kuomintang partiyasining raisi Hong Xiuju Xitoy Kommunist partiyasining raisi Xi Jinping bilan Nanjingda ko'rishdi. Ikki taraf Xitoy Tayvan munosabatlaridagi zil masalalarda suhbat olib bordi.
30 oktyabr Tayvandagi Xitoy Kuomintang partiyasining raisi Hong Xiuju Xitoy Kommunist partiyasining raisi Xi Jinping bilan ko'rishish uchun Nanjingga yetib kelgan. Bular 11 ayning 1-kuni Beijingda o'zaro ko'rishgan bo'lib, ikki qirg'oq munosabatlarda tinchlikni ilgari surish loyihasi uchun suhbat elib borgan. Bu suhbatda Xitoy va Tayvan orasida 1992 yil tuzilgan tinchlik kelishimi o'ttirib qo'yilgan bo'lib, Tayvan bilan Xitoy cho'ng quruqligining bir Xitoy prinsipi asosida yarashish kelishimi elib boradiganligi bildirilmoqda. Bu uchrashuvda Xitoy raisi Xi Jinping Xitoyning tub manfaatini qo'g'dash barliq Xitoy xalqlarining o'rtaq irodasi ekanligini deyish bilan birga 1992 yildagi tinchlik planida Tayvan bilan Xitoy cho'ng quruqligining asli bir davlat ekanligi tilga ilinganligini ilgari surdi. Undan boshqa yana Tayvan siyosatidagi o'zgarishlarning 1992 yildagi kelishim ostida bo'lgan tarixiy realliklarni o'zgartirmaydiganligini, Xitoy xalqi siyosiy partiyalar va shaxslarning ayrimchilik faoliyatlariga qat'iy qarshi turadiganligini mu eskartgan. Hong Xiuju bo'lsa Kuomintang partiyasi bilan Kommunist partiyasining Tayvan bilan Xitoy orasidagi insoniy haqlar, o'zaro almashtirishlar va iqtisodiy munosabatlarning 1992 yildagi plan doirasida bo'lishini, ikki taraf tinchlikning amalga oshishini ilgari surish kerakligini bildirish bilan birga Xitoydan Tayvanning xalqaro sohalarga echilishini qo'llashini talab qildi. Tayvanning mustaqilligiga qarshi siyosiy cheklovlarni yumishish maqsadida 1992 yili bir Xitoy prinsipi asosidagi hamkorlik va Tayvan masalalarida tinchlikni amalga oshirishni maqsad qilgan kelishim tuzilgan edi. Hürmetli televizor görüşler, şuna qilib bu haftalık istiqlal xabarları programımız muş yerda ahırlaştı. Kelar qitimqi programımızı ko'rishga chaslarni Janob Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.